Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan men Hamid, kanalga xush kelibsizlar. Bugun 29-dekabr 2025-yilim oxirlashib boryapti. Va 2025-yil bizda xalqimiz uchun juda ham bir og'irli va sinovli yil bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Sababi o'zlaring ko'rdilaring, guvohi bo'lyapsizlar va o'shlaringdan o'tkazdiryapsizlar. 2025-yil biz saylagan deputatlar va senatorlar, ya'ni xalqning vakillari xalq uchun qaysidir ma'noda kerakmas qonun qoidalarni joriy qilib qo'ydi. Albatta, xalqqa ovozga qo'ymadi, xalqning fikrini o'rganmasdan turib, ko'plab qonun qoidalarni joriy qildi. Misr masalasi bo'yicha jon boshiga pul olishadi. Pensiyani ko'rlaring atiga 10% ko'tarib qo'yishdi. Endi Svetga gapirmasak ham bo'ladi. Xalq dod deyapti. Dod deyapti, hattoki uyidagi mevali daraxtlarni ham kesib gaz o'rnida ishlatyapti. Endiki gazni gapirmasak ham bo'ladi. Gaz bizda yo'q, hurmatli yurtdoshlar. To'g'ri tushuninglar. Zapravkalar o'chiradi, kilometr. Chekka hududlarda ko'p joyda svet yo'q, gaz yo'q. Lekin gaz tarmog'i tortilmagan hududlarga svet masalasi bo'yicha 50% chegirma beramiz degan qonun chiqargan edi, lekin u qonun hali ishga tushgan emas. Xudo biladi qachon bu qonun ishga tushadi. Lekin gaz chet elga eksport qilamiz, svet chet elga eksport qilamiz. Nimagadir o'zimizni xalqqa kelganda hamma joy o'chiradi yoki bo'lmasam qaysidir liniyalar ta'mirtalab qilingan, gaz ham, svet ham o'chayotgan sabablarini chiqib turib yoritishga harakat qiladi, remont bo'lyapti. Men hayron qolaman. Yozdi kuni nima qilasizlar? Burunga olib o'tirasizlarmi yozdi kuni? Nima uchun yozdi kuni, havoni issiq kuni o'sha avariyli hududlarda ta'mirtalab qilmaysizlar, endi qishni kuni chiqib turib remont qilasizlar, ko'chma konteynerlar keladi. Xullas, o'sha tepada aytib o'tganimday 2025-yil juda ham bir sinovli davr bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Men videoyim bilan nima demoqchiman? Hurmatli tepada o'tirgan hokimmisiz, zam hokimisiz, hurmatli amaldorlar. 2026-yil mas'ulardan insof talab qolaman va har bir xalq uchun chiqaradigan qonun qoidalaringni o'ylab, xalqqa ovozga qo'yib, xalqning fikrini bilgan holatda chiqarishlaringizni men iltimos berayman. Va hurmatli yurtdoshlar, sizdan ham meni kichkinagina iltimosim. Xalqni dardini olib chiqadigan har qanday blogermi, jurnalistmi podдержка qilishlaringizni so'rayman. Biz shunamiz, siz yuzingizni ko'rsatishga yo'l olasiz. Hattoki kommentariyada o'zingiz fikringizni bildiring. Like bosing. O'sha prezidentimiz ham aytdilar. Qulog'imga ko'p gaplar kelyapti. Ko'p gaplardan xabarim bor, ko'p narsani ko'ryapman. Demakki, hurmatli jurnalistlar va blogerlar olib boradigan faoliyati, ya'ni xalqning dardini yoritib boradiganligi bu hammasi tepaga yetib boryapti. Va o'shani uchun ham alohida ta'kidlab o'tdilarki, zam hokimmi, prokurormi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, hammang qonun oldida javob berasan dedi. Ular bejizga emas. Hurmatli yurtdoshlar, o'sha uchun men oldin ham ta'kidlaganman, kuch bu birlikda. Siz bilan biz birlashsak, muammo tepagacha yetib boradi. 100% yetib boradi. Faqat birlashishimiz kerak. Xalqning muammosini olib chiqadigan kim bo'lishidan qat'iy nazar, blogermi, jurnalistmi, qo'llab-quvvatlanglar, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men Hamid 2026-yilda ko'rishguncha, hurmatli yurtdoshlar.
Assalomu alaykum.